Men oilada o'rtanchi farzandman. Men oilamdagilarga o'zimni fikrimni tushuntirib bera olmayman. Bu bolaligingdanmi yo yaqinda boshlanganmi? 10-sinfdan boshlab. Sani yoshligingda eshitisharmidi? Eshitishardi. Qachondan bo'lmasam fikringni bildira olmay qolding? 9-sinf, 10-sinfga juda katta, yoshim kattalashgandan keyin tushundim. Nima bo'lgan edi? Nimadan keyin? Ishni boshlayman desam, shu narsani qilmoqchiman yo bo'lmasam Boshlamoqchi bo'lsang, boshlamoqchi bo'lsam, shu narsani tushuntirsam tushunmaydi-da. Bu narsa qilmas. deydi. Keyin o'sha narsadan ko'nglim qolib ketadi. Boshqa qilmayman shu narsani. Lekin boshqalar shu narsani qilsa, men qilishibdi-ku deb turib, yana anaqa bo'laman-da, ichimda boshqacha qarab. Boshqacha narsa deydi. Bilasanmi nimaga unaqaligini? Chunki sen o'zingning gapingga o'zing ishonmayapsan. Sen haqiqatdan nima xohlayotganingni aniq-tiniq yetkazib bera olmayapsan. Mana hozir ham ikkilanib zo'r gap. Seni gapingni eshitishim uchun men diqqatimni hammasini senga tashlayapman. Boshqalarni vaqti yo'q seni diqqat bilan eshitishga. Ayniqsa o'rtancha farzandlarda shunaqa narsa bor. Kattalarga ko'proq e'tibor talab ketadi, kichkinalarni ko'proq bag'riga olib erkalashadi, o'rtacha farzandlar esa e'tiborsiz qolib ketadi. Bular ko'pincha eshitilmaydi, nazariga tushmaydi. Ba'zi birlari o'zini isbotlashga, o'zini ko'rsatishga harakat qiladigan bo'lsa, ba'zi birlari esa mana hozirgi boladagi, ya'ni o'zini fikrini bildirishga ham qo'rqib, ya'ni ishonmasdan turadigan bo'lib qolishadi. Chunki sen hozir gapira olmayotganing, seni tushunishmayotgan sababi sen o'zingga ishonmayapsan. To'g'rimi? Hamma yo'qmi? Ha. Chunki ishonch yetishmayapti. Ishonch yetishmagan paytida bizning so'zlarimiz ham bizga ishonmasdan chiqadi. Ya'ni tilimizdan ishonmasdan chiqqan so'zlarga boshqalar ham ishonmaydi. Sen o'zing ishonmayotgan narsaga boshqalar qanaqa ishonsa? To'g'rimi? Demak nima qilamiz? Bugundan boshlab o'zingga bo'lgan ishonch ustida ishlaysan. Va har bir gapingni aniq-tiniq ishonarli qilib gapirishni boshlaysan. Ana o'shanda seni boshqalar eshitadi ham, qo'llab-quvvatlaydi ham.